Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Bugun 19-iyun sanasi. Mana qulupnay ko'chatlarimiz juda ham avjida ketyapti. Mana bu tomonlarini oldin ekkandik, 10-dan boshlaganmiz inshaalloh. Mana ko'klashlari juda ham chiroyli holatda. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana buni bugun hozir qildim. Mana shunday holatda qilinadi. Ko'chatlarimiz bargini olib tashlab qilinadi. Mana barglari ikki quloq bo'lishni boshladi o'zi. Xudo xolasa tez kunlarda yetishadi. Bu yerda alba va kleri navlari bahor paytida 20 kun ichida 1 yillik boshqa navlarni hosilini beradi. Mana bu ko'chatlarimiz birinchi qilingan ko'chatlar. Mana ko'rishingiz mumkin, bular yaxshi holatda. Mana katta baglarini olib tashlagan holatlarimiz juda ham avjida ketyapti. Mana shu poliyamiz mana mikroklimat yordamida sug'oriladi. Bir qator, ikki qator, uch qator. Mana tepasida doj degan bor. Mana bular tumanlatib sepadi. Bunisi esa dojdik, mana bu yomg'irlatib sepadi bunisi mana. Bunisi tumanlatib sepadi, bu yomg'irlatib sepadi. Buni tegmagan joyiga mana bu olib borib beradi. Namliklar juda ham me'yorda ketyapti. Shu namlik yaxshi ketayotganligi sababli o'sishlar, rivojlanishlar yaxshi bo'lyapti. Kimda kim mana shu sortlarga qiziqayotgan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Alba kleri navlari eng muhimi, ikkinchi yiliga qaytadan ko'charni ekmaysiz. Ikkinchi yiliga yana o'zlari hosil soladi. Mana tumanlarimiz yomg'ir yog'ardi, qochdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Yomg'irlatib sug'oradi mana. Mana shu yerlarga yomg'ir tushyapti mana. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, qo'limdan bo'lyapti. Endi tuman, endi yomg'ir boshladi mana. Tumandan keyin katta yomg'ir tashlayapti mana. Mana kuzatishingiz mumkin. Buni ham o'ziga yarasha sinovlari bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Svet o'chib qolganda dvijok yurgizib yomg'irlatish sistemasini yo'lga qo'yib turishimiz kerak, chunki namlik me'yorida bo'lishi kerak. Namlik me'yorida qachon saqlasangiz, shunda ko'chatlar o'z holatida rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Ekishdagi jarayonlarni to'g'ri qo'llash kerak. Ba'zi bir xatolar bo'ladi, ularda to'g'ri xulosa chiqarib vegetatsiya jarayoniga to'g'ri olib borsak, biz ko'zlagan maqsadga yetgan bo'lamiz. Makro elementlarni oz miqdorda berib, ularning rivojlanishini, rag'batini to'g'ri qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarga rioya qilsakgina ko'chatlarimiz yaxshi boradi. Ko'chatni ko'klatish hech narsa emas, uni olib borgan joyingizda o'rnashiga bog'liq. O'rnatish ishlarini to'g'ri olib borish kerak. O'rnatganda to'g'ri ishlaydigan ko'chat yaratish kerak. Ko'chat har holatda ko'klatish mumkin, lekin borib suqqandan keyin yerga uni olib ketadigan ildizlarni mana shu kaseta yoki stakanda to'g'ri rivojlantirish kerak. Ildiz tizimini to'g'ri, rag'batini to'g'ri bersangiz, shundagina siz yuzingiz yorug' bo'ladi, natijalarga yaxshi erishasiz. Ko'chatlarga zakazlar olyapmiz. Bu birinchi partiyasi, ikkinchi partiyasini ham yaqinda boshlaymiz. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Like, podpisatsiya tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.